Hürmetli şah alileri. Sizlarning bu qatimki fursatni berganlarga rahmat. Bag'doddan kelgan donishmand savol so'rsin. Birinchi savol. Quyosh bizdan yiroqmi yoki Bag'dod yiroqmi? Albatta quyosh. Nemishqa? Amsa Bag'dod yiroq. Nemishqa? Bilmadim. To'g'ri javob berdim. Chunki haqiqatan hech qanday odam uqmaydi. Alilaring, Abbas samimiy odamga. Sizni mening yaqin do'stim tanishtirgan. Men sizni boj amaldori qildim. Bozorning boj ishlariga mas'ul bo'lasiz. Bir oltin medal bilan tortiqlayman. Xizmatingizga qulaylik bo'ladi. Alilarga hashqallah. Dada, qaytib kelibsiz-ku. Yangi kelgan amaldor boj yig'yotdi. Yana boj yig'yotamda? Amdil topshirgan edik-ku. G'alladiki, tangilarning hammasini topshirdi ekanmiz. Nima ish qilib bundoq bo'ladi? Men sizlarni ko'proq maktab qilma dedim. Nima degan jiq gap bu? Faqat bo'lmadi. İmam Begim. Bu qitim yig'ayotgan yana nima bosh? Danishmandning qilayotgan ishini sen qanday bilalaysan? Siz danishmanmi? Amsa sizdan ta'lim olg'im bor. Bo'ladi, shakchik. Degina. Ko'kdagi quyosh bizdan yiroqmi yoki Bag'dod bizdan yiroqmi? Albatta quyosh yiroqda. Nima ishqa? Chunki ba'zi odamlarning Bag'dodga borganligini anglagan, lekin quyoshga chiqqanini anglab baxmagan edi. Ikkinchi savol. Bag'dod bizga yaqinmi yoki quyosh bizga yaqinmi? Albatta quyosh yaqin bo'ladi-da. Shakchik. Bu gaping bir-biriga zid bo'lib qoldi. Anglab turing, ha? Qarang. Mening Bag'dodni yiroq deyishim, chunki bizdan bu yerda hamma odam quyoshni ko'ra oladi. Lekin hech qanday odam Bag'dodni ko'ra olmaydi. Aydi. Shunlashqa quyosh bizga yaqin. İmam Begim, endi men sizdan so'rab baqay. Bugun mening ishim aldirash. Boshqa kuni deyishaydi. Aslida aldım chiqasan-da. Nasirdan imomni mening do'stim tanishtirgan. Men nemishqa uningdan gumonlanganman. Shayim, bu amalni qo'llanib baqsizlar. Men kapolat beramanki, imomning abdi bashirsi ichiladi. Agar sen xatolashgan bo'lsang, uyingdagilar 3 chasi ortiq paj to'laydi. Nima degan ko'p? Bo'ladi, shundoq bo'lsin. İmam Begim keldi. Alileri. Alileri. İmam, dal vaqtida keldingiz. Bu yoq Nasriddin bo'ladi. İmam Begim, men yana sizlardan bir savolni so'rab baqmoqchiman. Bo'ladi, degina. Oldi bilan tamoq yeyli, savolni birozdan keyin so'ra. İmam Begimning tamoq yeyishimi nihoyatda salopatlik ekan, ha? Alilerning mezilik tamoqlariga ashqallar. Bag'dod elchisi keldi. Uni bu yak boshlab kiringlar. Jada xoldi, Bag'dod elchisi meni tonimaydi. Men tezroq qochay. Alileri, qo'zig'im tuyuqsizlar ag'rib ketyapti. Shunga men mang'ash turay. Bo'ladi. Bering. Rahmat. Shayib, qag'inini menga topshirsizlar. Kapolat bermanki, uni abdi bashirsini ichiydi. Malay. Yaqin kel.
Darvaqa u qochmoqchi keldi. Qo'ng'ali. Sizlardan bilan bahslashmoqchiman, texi. Uxlab tushinglar. Men ketdim. Bu nima? Bu pichoqni kim tushirib qo'ygandi? Bu qorovulning maxsus ishlatilgan pichog'i. Chatoq bo'ldi. Biz oldinibdik. Endi qanday qilamiz? Men o'ylab boqay. Taqdir. Chatoq. Shuncha tezda qo'lib kelganmidim. Emasga. Qo'rqib o'lay dedim. Endi u qochamaydi. Uni qachiratmaylik, qo'lama. Herif öyle dedim. Sen bana ayak şöyle nima qilasan? Begim, buncha kechda nima qilyaptilar? Danishmandan nima qilish bilan qarinlar bo'lmasin. Undaqda men sizlardan bir necha savol so'rab boqaymi? Shumtak, neri o't? Yana ko'ringlar ne? Tutinglar. Qaysan bana cheqilalaydigansan qani? Qarasha, bu nima? Sizlarni achchanglatib men tutmoqchimi? Mumkin emas. Nasrdan, dal vaqtida kelgandimi? Malay, yarmas ablah. Sen nima deb kelding? Nima ketdi bu? Sen beni takip sirkime çıkıp ettin ama. Hürmetli Bağdat Şahi. Danışman imamni muqaddas davlatlarda vazirlikning ustiga ilishib tunishtirman. Sulton oliylari mening pochirkamni ishga chiqib berdilar ama. Alileri, geçirgeyler, ben günahımı tanıdım. Beni geçirgeyler. Paskash, uni ep ketinglar. Xo'p, oliylari. Alileri, bana rayim kıgayla. Alileri. Nima? Şayim, undaqda xaloyiqdan yig'ilgan bajni bu qatim bekor Bu qilgandilar. qatim ta'lim keldi. Jazm qilmanki, kelar qatim undaq bo'lmaydi. Ta'lim berganlarga hech qillar.